Bir xonalik pastroq etajdan uy qidirganlar uchun 5 etajlik yangi g'ishtlik domni birinchi etajdan uyimiz sotuvga chiqdi. Dokument bo'yicha 40 kvadrat. Remontlarni chiroyli qilib qo'yganlar. Bu xonasi. Xo'sh, lokatsiya Latikoni oldida, Sharq va Al-Maktum restorani orqasida 3-etaj domni akkuratni chiroyli qilib qurganlar. Remontlari ideal bo'lgan, eshiklari MDF rossiyskiy bular. Xo'sh, prixoshka qismi. Prixoshkadan yoqilgan sanuzul bilan samishoni. Vanna qilmaganlar. Dushovoy qilib qo'yganlar. Полностью kafil bo'lgan. Oyoqdagilar laminat и kuxnya qismi. Kuxnya qismi ham достаточно kattaroq. Kuxnya garnitur qo'ymaganlar и plus открытый balkon.